Buni narxi 7,5 million so'm. 7,5 million so'mni ichiga nima kiradi? 5 qatordan 10 qator frezasi va bitta dona pilligi bonusiga. 15 ot kuchiga ega bo'lgan Yapon texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan Takara brendiga tegishli bo'lgan motokultivator haqida oz tanishib chiqamiz. Bu motokultivatorimiz 15 ot kuchi. Buni baki 5 litrli, motoriga 1,5 litr moy ketadi, korobkasiga 3 litr moy ketadi. Buni hozir siz bilan ishlatib tekshirib ko'ramiz. Statorli, akkumulyatorli, kaltda yuradigan motokultivatorni hozir yurg'izamiz. Birinchi o'chirda qo'limizdan chiqib ketsa, avariyni kulchatir qo'yib olamiz buni. Ikkinchi o'chirt gazni qo'shib olamiz. Uchinchisi xalastoyligiga e'tibor beringlar. Xalastoy skorsda tursin. To'rtinchisi patsos tortamiz. Mana bu patsos tortamiz va kaltni qo'shamiz. Zavat bo'lgandan keyin patsos qaytaramiz. Bu 360 gradus joyda buriladi bu. Botishini ko'ramiz. Frezalarni almashtirib olamiz. Ballonlarni yechib olamiz hozir. Ko'p motokultivator haydaydiganlar xatosi frezani almashtirayotganda motokultivatorni yonboshlatib qo'yadi. Iloji boricha motokultivatorni yonboshlatmash kerak. Moy o'tib ketib qoladi porshinaga. Mana motokultivatorimiz yer haydash uchun tayyor. O'zi ko'p yer haydaydigan motokultivator ishlatadigan odamlar buni juda yaxshi biladi. Hech qachon bir martada yerni bunaqa haydamaydi. Biz videoga qisqa bo'lgani uchun motokultivatorimizni bir martada chuqurroq botirib haydadik. O'zi 2 marta yoki 3 marta yer haydalish kerak. Bitta joyda 2-3 marta yursangiz, o'sha holatda mana shu chuqurlikda oladi. Bundan maqsadimiz nima bizni? Biz motokultivatorimizni shu darajada baquvvatligini, mustahkamligini tekshirish uchun mana bunday ajriq bo'lgan qattiq joyga chuqurroq kavladik, frezasi ham kirib ketdi boricha. Yerimiz loy bo'lishiga qaramasdan shu darajada haydab berdi. Bitta lapatga nima kirib ketib qoladi? Lapatkaning uzunligi 25 sm bo'ladi. Buni narxi O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor, mijoz bilan kelishilgan holda Takara, yana bir marta aytaman, Takara brendiga tegishli bo'lgan Yapon texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan 15 ot kuchli benzinli motokultivator. Buni narxi 7,5 million so'm. 7,5 million so'mni ichiga nima kiradi? 5 qatordan 10 qator frezasi va bitta dona pilligi bonusiga. O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beramiz, mijoz bilan kelishilgan holda.